Akalar mana. Mana shu mollar kichkina buzuvchilar. Do'stim meni ajoyib mollar, faqat xudo xolosa Alloh nasib qilsa tez kunlarda mana shu mollarni mol boqistirlar qilib, sekin bo'g'ozini bo'g'oz, qisirini qisir deb chiqarib beramiz. Yeb ishlar zo'r ekan gaplar. Mana shu molimiz sotiladi akalar. Xudo xolosa chiroyli narxlarni kelishtirib beramiz. Ajoyib narsa. O akalar mana rossiyskiy poroda xonajim boqaman deganlarga do'stim Elyorjon o'zimda radnoy do'stim. Yoshlikdan birga bo'lganmiz. Ajoyib xonajini bor ekanda rossiyskiy poroda o'zi bo'mag'ir mol baxmaydi do'stim. Ajoyibidan qo'yibdi. Do'stim xonajini chiqarmayapmiz, bir xonajini sigir ham chiqaray deb aytib qo'ydim-da, ataylar obunachilar uchun zakazga bu. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari hamda Barakavus kanali ashaddiy muxlislari, e'tiborlaringizga bugun biz 2025-yil 28-iyun hafta kuniga shanba biz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Puchug'oq qishlog'idamiz, ya'ni o'zimizning mahallada do'stim Elyorjonning xonadonidamiz. Sotiladigan bir bosh rossiyskiy poroda ola qora xonajinimiz bor. Bo'ylari 1.25 ekan. Hozir do'stim bilan sekin gaplashib, narxlarni sizlarga chiroyli kelishtirib beraman. Assalomu alaykum. Do'stim, yaxshimisiz? Charchamay, xonadonlar tinchmi? Endi xafa bo'lmaysizlar, do'stim jicha kam gapiroq. To'g'risi, kamera tutganda gapirolmay qolyapti. Endi ayib gap yurmaysizlar. Kam gap. Do'stim, endi bu xonajinda ko'chaga olib chiqalamizmi? To'polon qilmaymi? Ha, endi sekin yetsangiz. Tashqariga yengil. Endi sizcha nima qilamiz? Endi ja ko'p aqavaqa yetalamaysiz, bunday olib chiqib bo'ylarini ko'rsatib beramiz. 1.25 ekan o'lchab oldik-da, bayda jeyda turgan joyida. Endi sekin avaylab olib chiqib olaylik. Mana xonajinimizni ola qora rossiyskiy poroda buzoq hali do'stim. Hali buzoq ekan bu. Joni. Do'stim, nech pul deymiz? Endi men siz bilan savdolashmaydi. Shuncha do'stim muncha yengil hayrini qilib beraman-da, yaqin qilib ayting. 22 million so'm kami. 22 million so'm kami bor, ha? Telefon qilsa hayrini qilib berasiz. Akalar mana oq yelin ekan, ajoyib so'zkalari ham uzun-uzun. Bo'yi 1.25 ekan akalar. Mana. Endi do'stimda hali nima mol bo'lmaydi, o'zi ham ajoyib mollar boqadi. Xudo xolosa do'stimning vaqti bo'lganda bir mol boqistirlari qilib chiqaramiz. Ko'ryapsizlarmi? Sifat nima deyapti akalar? Sifat. Ajoyib, ay. Xotirjam. 22 million so'm dedimi? 22 million so'm hayri ham bor. Vodiy bo'ylab dastavkani qilib berasiz, xudo xolosa. Kelishamiz. Xo'p, o'zi endi bitta, ha. To'g'ri. Endi bir tarafdan qarasak, do'stimda gurzoy moynasi yo'q. O'shaning uchun texnika yo'q. O'sha hisobiga kelishtirib, sizdan u kuni, bizdan buguna do'stim. Chiroyli qilib nima qilib beraverasiz. Akalar, manzilimiz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Puchug'oq qishlog'ida Elyorjon do'stimning xonadonida turibdi. Molni video bo'yicha qabul qilib olaverasizlar. Narxi 22 million so'm. Xotirjam aloqaga chiqaverasizlar. Aloqa uchun telefon nomerimiz 90lik 509 36 27. Xotirjam aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, jigarlar. Akirmay turing.